Kelgusi zaman. The future tense. Kelgusi zaman biror ishning kelgusida bo'ladigan yoki bo'lmaydiganligini ifodalashda ishlatiladi. Maqchi, makchini bildiradigan so'z birikmasi be going to ni tashkil qilgan kelgusi zaman. Be going to ni tashkil qilgan kelgusi zamanning bo'lishliq jumla shakli. Ega be going to harakat fe'l to'ldirg'ichi. Masalan, I am going to see you tomorrow. Men erta siz bilan ko'rishmoqchi. She is going to cook a meal. U tamoq etmoqchi. Be going to ni tashkil qilgan kelgusi zamanning oddiy so'roq shaklini yasashda be fe'l jumlaning beshida keldi. Ondan ega, ondan so'z birikmasi going to, harakat fe'l va to'ldirg'ich keladi. Masalan, are you going to see him tomorrow? Siz erta uning bilan ko'rishmoqchimi? Is she going to cook a meal? U tamoq etmoqchimi? Be going to ni tashkil qilgan kelgusi zamanning bo'lishsiz jumla shaklini yasashda be fe'lning keyiniga not qo'shib etiladi. Masalan, ega be not going to, harakat fe'l va to'ldirg'ich keladi. Masalan, I am not going to see you tomorrow. Men erta siz bilan ko'rishmoqchi emas. She is not going to cook a meal. U tamoq etmoqchi emas. Be going to ni tashkil qilgan kelgusi zamanning alohida so'roq shaklini yasashda savol almashlari jumlaning beshida keladi. Ondan yordamchi fe'l be, ega, so'z birikmasi going to va harakat fe'l keladi. Masalan, what are you going to do? Siz nima qilmoqchi? Whom are you going to meet? Siz kim bilan ko'rishmoqchi? Yordamchi fe'l will yoki shall ni tashkil qilgan kelgusi zaman. Yordamchi fe'l will hamma shaxsga o'rtaq ishlatiladi. Yordamchi fe'l shall faqat birinchi shaxs birlik va ko'plikda ishlatiladi. Yordamchi fe'l will ni tashkil qilgan kelgusi zamanning bo'lishliq jumla shakli. Ega, yordamchi fe'l will, harakat fe'l va to'ldirg'ich keladi. Masalan, I will leave tomorrow. I shall leave tomorrow. Men erta yo'lga chiqaman. She will meet him at the station. U ayol uning bilan poyezd stansiyasida ko'rishmoqchi. Yordamchi fe'l will ni tashkil qilgan kelgusi zamanning oddiy so'roq shaklini yasashda yordamchi fe'l will jumlaning beshida keladi. Ega, harakat fe'l, ondan to'ldirg'ich keladi. Masalan, will you leave tomorrow? Siz erta yo'lga chiqamsiz? Will she meet him at the station? U ayol uning bilan poyezd stansiyasida ko'rishmoqchimi? Yordamchi fe'l will ni tashkil qilgan kelgusi zamanning bo'lishsiz jumla shaklini yasashda yordamchi fe'l will ning keyiniga not qo'shib etiladi. Masalan, ega, will not, harakat fe'l, to'ldirg'ichi. I will not leave tomorrow. Men erta yo'lga chiqmayman. She will not meet him at the station. U uning bilan poyezd stansiyasida ko'rishmaydi. Yordamchi fe'l will ni tashkil qilgan kelgusi zamanning alohida so'roq shaklini yasashda savol almashlari jumlaning beshida keladi. Ondan yordamchi fe'l will, ega, harakat fe'l va to'ldirg'ich keladi. Masalan, what will you do tomorrow? Siz erta nima ish qilmoqchi? Whom will she meet at the station? U ayol erta poyezd stansiyasida kim bilan ko'rishmoqchi?